Boshlarda Samarqand viloyatida faoliyat ko'rsatuvchi qurilish firmasi Black Star mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati to'g'risida ikkinchi tomonning mablag'i evaziga uydirma tafsilotlardan iborat videolavha tayyorlab, Taftish.uz ommaviy axborot vositasi YouTube kanaliga joylaganlar. Undan tashqari, firma faoliyati to'g'risida yana ikkita video holatni tarqatish bilan tahdid qilib, kompaniya mudiri Xurshid To'rayevni Taftish.uz ofisiga chaqirtirib, boshqa videolarni chiqarmaslik evaziga avvaldan ikkita tadbirkor o'rtasida 20 milliard so'mlik shartnomani ustidan go'yoki qarzi qolganday ko'rsatib, bir oy muddatda qo'shimcha 20 milliard so'm berishni majburiyati haqida tilxat yozdirib olganlar. Shu bilan birga ishchanlik obro'siga qayg'urayotgan tadbirkorning katta miqdordagi pul berishiga osonlikcha ko'nganligidan xursand bo'lgan guruh a'zolari jinoiy to'da foydasiga alohida 60 million so'm talab qilib, jinoiy yo'l bilan olinayotgan pullarni niqoblash maqsadida Taftish.uz bilan 60 million so'mlik shartnoma tuzishga majbur qilishgan. Tadbirkor belgilangan muddatda pulni bera olmaganidan keyin jinoiy guruh a'zosi Eshquvvatovaning tahdidlari ortidan Yuldashev va Nishonovlar tadbirkorni obro'sizlantiruvchi videolarni o'z kanallarida tarqatishgan. Aka, 3 minut emas, 6 minutdan emas, 10 minut kutdim. Qanaqa? Bugun soat 6:00 da efir bo'ladi. Xullas efirda, premyer efir ketadi. Premyer efirda hammasi ko'riladi, qo'yiladigan bo'ldi. Sizlarni biz shuncha kutdik. O'zi aslida, menimcha shu 3-dekabrmi, 1-dekabrmi? Xullas o'sha paytda berib tugatishlar kerak edi. Bir oy muddat so'ragandilar-da. Bo'ldi, shu bilan ana qilamiz. Keyin sizlar ofisga kelsanglar, sizlar bilan o video chiqarish masalasi bo'yicha gaplashamiz, xo'p? Chorasiz qolgan tadbirkor ushbu videolarni o'chirtirish evaziga joriy yilning 8-yanvar kuni jinoiy guruh a'zolaridan birining bank kartasiga 30 million so'm pullarni o'tkazib bergan. Jurnalistik tekshiruv bahonasida go'yoki haqiqatni talab qilib, xalqqa yordam berayotganligini tinmay vaj qilib ko'rsatib, qonuniylikni ta'minlash borasida bong urib kelayotgan jinoiy unsurlar uchun aslida inson huquqi va qadr-qimmati sariq chaqaga ham arzimagan.